Birinchida mushunda doktorxonada qolgan do'stlarga, balalarimizga mushundan bir azdir ko'pdir. Uzun bo'ldi paranglish planmay qoldik. Bugun nima to'g'riliq paranglishimiz deganda, hamda mushu balalarimizga o'rganishiga qolaylik bo'lgan mushu narsani hamda bozorga kirgizdik qanaqa. Bizning bir inkos to'g'riliq bir qanday inkoslar keldi? Sizlar bir shuni bir inkoslari yaxshi. Buningda men maqilchiq satdim emas, men 15 kun hozir. İnkaslar shunday yaxshi kelyapti. Bir ishkital chiqilib ekanini almashtirib turganga qaytarib sepadi. Biz necha kundan keyin qaytarib silib bo'ldi. Bir yil ichida tuyuqsiz chaqirib kelsa almashtirib turimiz degan va'damiz bo'lgan ekan. Qolganda bu bozorda maljiqqa har qanday mal shu pulga loyiq bo'ladi. Ashla qo'liq elib qolganda shu tordan surish qilib qolsa, asl bazasning necha pul ekanligini bilalaydi. Biz bu yerda o'zimizsekmi. Andan keyin yana bir irshadash, mushunchalik bir masala sepaqay deb qoldim men. Hamda mushu nurg'un balalarimizninki doktorxonada yetayotgan, o'rganishini o'rganolmay qilayotgan, doktorxonada mushunda ishsiz qilayotgan ota-onalarga bir qulaylik bo'lish uchun hamda mushu Urumchida mushunda doktorxonada qolgan do'stlarga, balalarimizga mushundan bir azdir ko'pdir. Oshlar bir qo'limizni, yaxshi qo'limizni bir sunsak, mushunga yana gap so'zliq chiqib xafalık deb bo'lamizmi yoki hamda gap so'zli chiqishini, gap so'zli chiqsam hamda qag'indamış tordoshlar gabarning o'ylig'ini to'g'ri deb qaraydigan tordoshlar bo'lsanglar, pinglurayniga bir xo'r raqamlarni yo'llab qo'ysanglar, Urumchining o'zida jutlardan davolanishga kelgan, farzandlarini davolashga kelgan, shu gabarag'inam degandek qarindoshlarimiz bo'lsanglar, ayta qilib qo'ysanglar, ashulning qishig'a o'zimiz berib birdan so'q qilsaqmi shuni. Men shuni o'ylaganimda. Shu yana bu bir maqsadda bir nima qilayotganmidi deb hamda shu torda gap so'z qildiganlar qilaveradi. Gap so'zdan qo'rqsaq hamda hech qanday ish maqsad muddasiz bo'lmaydi. Hamda nurg'a odamlarning maqsadlari qanday maqsadni menga u o'zlariga ayon. Bizning maqsad muddalarımizmi o'zimizga ayon. Balkim xatolashgan yerlarimiz bo'lishi mumkin. Xato bosgan qadamlarimiz men bo'lishi mumkin. Ammo lekin davomli yuraklarimiz 100 kiloligidek yashatimiz. Qolgandamiz tordoshlar o'zinglar bir bir paqsanglar, gabarag'inimning o'ylig'ini to'g'rimi? To'g'ri deb qo'yadiganlar bo'lsanglar, shu filmga bir tal jirkonini aymay berib qo'ysanglar.